seryozni. Shuning uchun bilimlaringizni juda chuqur qilib, mana o'zimizni bu oliy bosh qo'mondonimiz kim hozir? Shavkat Miromonovich. U kishi harbiy emas, u kishi Ergaston institutini tugatgan. Lekin harbiy hayotda o'zi shunchalik kirib ketganki, ko'rib bizlarni davlatlarimiz, ofitserlarimiz katta yutuqlarni ega bo'lganda shunchalik u kishi yordam beryapti. Shu yoshlarga qanday sizlarga mana sinflar boshqasi remont bo'lyapti, yaxshi o'qishingiz deb qanaqa grantlar ajratilgan, sizlar o'qishga kirishingiz mumkin chet ellarga. Ular oldin yo'q edi bu narsalar. Lekin shu kishi shunchalik vatanparvarki, bizlarga mana harbiylarga, pensionerlarga o'z e'tiborini qaratyaptilar. Kelajakda mana shu oddiy soldatlarimiz, oddiy askarlarimiz juda katta ilg'otlarga ega. Shuning uchun o'ylab ko'ringlar. Asosan sizlarning vazifalaringiz hozir sport bilan shug'ullanish kerak. Mana shu bergan bilimlarni xalq uy qurganda fundament qo'yadi-ku. Ana shu fundamentlar bilimlaringiz kelajakda qizlarga ham, o'g'il bolalarga. O'g'il bolaga sizlarning nimalar mukammalroq, ko'proq talab bo'ladi sizlarga. Nimaga degani oila tuzasizlar, bola chaqa bo'ladi, keyin oila uchun yashaysizlar, shu bolalaringiz uchun harakat qilasizlar. Mana haligacha nevaralarim uchun harakat qilib ishlab yuribman haligacha. Xuddiki xizmatga ketmagandek. Uchta 6 ta nevaram bor. Bittasi onlayndan o'tgan yil topshirib, hozir Gollandiyada o'qiyapti universitetda. Bu hammasi keladi, lekin sizlar harakatlaringiz ko'proq qilishinglar kerak. Sababi mana shu bilimlarni yaxshi egallab, bolali shug'ul qilib, u tashqarida bo'lish kerak. Bu yerga kirgandan keyin xuddi gubka bor-ku, pastida yuraydi. Mana shu gubkaga o'xshab bilim olish kerak. Mana shu gubkaga o'xshab tushunmaganlarni 10 marta so'raydi ustozlar. 20 marta so'raydi. Lekin oxirigacha yetib boradi shu ma'nosini shu bergan savollar. Mana shu talabim emas, sizlarga iltimosim mana shu nevaralari. Tushunarlimi? Menga savollaringiz bormi? Qanday savollar bor? Nasib bo'lsa biz kelaveramiz sizlarga. Tartiblar bo'lsa marhamat. Qanaqadir o'qishda qatnashamiz. Yo'q. Medallar yo'q.